ulug'beklar savlati bor hokim buva. Siz keldingiz, Surxondaryo to'lib oqar. Blogerlar haqiqatni qo'rqmay aytar. Temuriylar makonidir Qashqadaryo. Hokimlarini maqtaydigan Surxondaryo. Joriy yil Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov hokim etib tayinlandi. Viloyatimizning barcha tumanlari, jumladan Denov tumani Dunyotepa mahallasida o'zgarishlar juda katta. Mahallamizda avval hududimiz juda og'ir bo'lgan. Ayniqsa O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich prezident etib saylangandan keyin mana shu chekka hududlarda xalqni mana shunday dardini tinglaydigan qolaversa, prokurorlarimiz, hokimlarimiz bilan avvalgi mana kichkinaligimni eslasam, uchrashish qiyin edi. Mana yaqinda Denov tuman hokimi, Denov tuman prokurori bilan xabarlari bor. Uchrashganimda nachalnik bilan men sesarkani ko'paytirish. Mana viloyat hokimimiz tashabbusi bilan Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovning tashabbusi bilan 2 dona inkubator apparati berdi. Mana hozirda shu tadbirkorlikni rivojlantiryapti. Men Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov mana shu bizning xalq sayyor qabulida bitta orzuyim bordi. Mening bir armonim bor, bir orzuyim bor. Nima deganlarda, men sizni komandangizda sadoqat bilan xizmat qilish deganimda nima dedi? Zondir gruppada shu qatnashdim. Mana viloyat hokimimiz Ulug'bek Qosimovning tashabbusi bilan Kittanpa Hazarbog' poliklinikasi tuman hokimi tashabbusi bilan, prokurorimiz tashabbusi bilan yangi poliklinikamiz qurildi. Yangi Hazarbog' mahallasida. Undan tashqari 32 sonli bog'chamiz buzilib, qayta qurilishga tuman hokimini tashabbusi bilan mana hozir maktabimiz 25-maktabim qurilishga qo'yilyapti. Biz prezidentimizdan minnatdormiz. Avvalo prezidentimizni ishonchini oqlayotgan Surxondaryo viloyat hokimiga katta rahmat aytamiz. Chunki prezidentimiz respublikada turibdi, lekin bu yoqda